Rasululloh alayhissalomning uylarini bilarmidingiz? Mana shu joy Rasululloh alayhissalomning uylarining maketi. Rasululloh alayhissalomning hovlilari, undan tashqari yashagan o'rinlari. Ikkita kirish bo'lgan Rasululloh alayhissalomning uylariga. Bittasi bu tomondan, bittasi mana bu tomonidan. Aynan Oysha onamiz bilan mana shu joyda yashaganlar. Ammo vaqtlar o'tib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin mana shunaqa parda tortildi. Va Rasululloh alayhissalomning qabrlari bu joyda. Oysha onamiz yashaydigan o'rin bo'lsa, mana bu joyda qoldirildi. Yana vaqtlar o'tdi. Abu Bakr Siddiq vafot etdilar. Va Rasululloh alayhissalomning qabrlari mana bu o'rinda. Abu Bakr Siddiqning qabrlari mana bu o'rinda qoldi. Oysha onamiz bu joyda yashashni davom ettirdilar. Yana bir muncha vaqt o'tgandan keyin Rasululloh alayhissalom, Abu Bakr Siddiq hamda Umar ibn Xattobning qabrlari aynan shu ko'rinishda joylandi va o'rtaga devor tortildi. Mana bu joyda deraza qoldirilganining sababi sahobalar kirib, aynan mana shu deraza orqali salomlarini yo'llashardi. Uylarining ko'rinishi shu holatga keldi. Va bir qancha vaqt o'tgandan so'ng ularning qabrlarining atrofi xuddi shunaqa qalin devor bilan o'raldi. Ko'rinishi 5 burchak shakliga olib kelindi. Sababi Ka'badan farqlansin degan ma'no bor bu yoqda.